Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin va obunachilar. Bugun ham kitob haqida gaplashamiz. Bugun e, ajoyib kitob, muallifi Doston Mustafayev, kitobchi olim desak ham bo'ladi buni. Chunki kitobni nomi hammasi kitob haqida degan kitob. Ya'niki hammasi kitob haqida. O'zi kichkinagina bitta o'tirishda o'qib qo'ysangiz bo'ladi. 1,5 soat, uzog'i 2 soat ketadi. 96-95 betlik, 95 betlik kitob. Endi bu kitobni nima uchun o'qishimiz kerak, bu nima uchun zarur bo'ladi? Kitob o'qishni boshlay olmayotgan odamlarga yoki kitob o'qisa ham yaxshi o'ziga naf ola olmayotgan, masalan, qaysi soha bo'yicha, kimdir masalan tibbiyot sohasi yoki kimdir tarix sohasi, kimdir til sohasida o'qiydi va u soha bo'yicha ketishni, u soha bo'yicha yaxshi muvaffaqiyatlarga erishishni o'ylaydi. Uning uchun nima qilish kerak? Qaysi kitoblarni o'qish kerak haqidagi ma'lumotlarni mana shu kitobdan bilsa bo'ladi. Endi qanday qilib kitob o'qish ishtiyoqimni oshiraman deb o'zingizga savol bersangiz, u yerda 10 ta vosita, ya'niki 10 ta yordamchi usul keltiriladi sizga. Ya'ni muqaddimani boshida shu kitob haqida gap ketadi, kitob nimalardan manfaat, nimalarga foyda tegadi, shular haqida gap ketadi. Endi men kitobni qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Bu yerda 10 ta narsa niyat beriladi, niyatni to'g'irlash. Kitobni nima maqsadda o'qiysiz, niyatingiz nima? U kitobni masalan kimdirlar niyati noto'g'ri bo'lganligi uchun ham kitobdan yaxshi muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Masalan, o'qishga kirib olsam bo'ldi, shu kitobdan keyin qutulaman degan qarashlar bo'ladi. Ko'pchilik abituriyentlarda yoki ko'pchilik o'qiydiganlarda yo'q. Kitob o'qishni har doim stabilniy tarzda olib borish kerak. O'zining sohasi bo'yicha bo'ladimi yoki tarix bo'yicha bo'ladimi yoki adabiyot yoki badiylik yoki til yoki biologiya, kimyo yoki fizika bo'yicha ham kitoblar ko'p hozirgi davrda. O'qishni rejasini tuzib olish. Masalan, bir kunda mana bu paytda ertalab yoki obedda yoki kechki payt uyqudan oldin yarim soat yoki 1 soat o'qiyman deb rejalashtirib olish kerak va kun davomida har kuni stabilniy tarzda ketish kerak. Uchinchisi, o'qishni vaqtini belgilab olish va bo'sh vaqtlardan unumli foydalanish. O'qishni vaqtini, endi vaqti deganda qanaqa? Bugun soat 7 dan 8 gacha yoki 6 dan 7 gacha o'qiyman. Yoki masalan bo'sh vaqtingiz bo'lib qoldi, obedda yoki obeddan keyin maktab paytida. Shunday deyiladi. Qaysidir olimlar, shu 100 dan ortiq kitob yozgan olim bor. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf har tanaffusda bo'sh qolmasdan faqat kitob o'qib o'tirgan deyiladi. U haqida o'zi ko'rsatuvlar bor. Tadrijiylik deyiladi. Tadrijiylik degani kimdirlar masalan kitob o'qiydi, juda berilib ketadi kitobga. Kun davomida 8-9 soatlab kitob o'qib, boshqa ishlarni qilmasdan, moddiyatini, maishatini unutgan holda ovqat yeyish, ro'zg'or tebratish, u narsalarni unutgan holda, u narsa ketmaydi. Chunki kitob yeyish orqali, kitob o'qish orqali qorin to'ymaydi-da. U kitob o'qiysiz va undan manfaat olib hayotingizga tatbiq qilasiz. Mana shunda hayotingizni yaxshilashingizga imkoniyat paydo bo'ladi. 5-inchisi jadillik. Jadillik degani yaxshi har doim o'zingizda kitob o'qishga motivatsiya topishingiz, g'ayratli bo'lishingiz kitob o'qishda. Ma'lumotlarni tizimlashtirish va tartibga rioya qilish. Endi ma'lumotlarni tizimlashtirish deganda qanaqa? Bog'dan yoki tog'dan kelmasdan, masalan, kitobni 1-beti, 2-beti, 3-betidan ma'lumot yozib ketish. Masalan, siz kitobni o'qishni boshladingiz, 5-betiga kelib qoldingizda ma'lumot ko'rib qoldingiz, yozdingiz. Aslida o'zi 1, 2, 3-betida ham ma'lumot bor edi, uni yozmay ketib qoldingiz. U tartibga kirmaydi. Uyda turli xil kitoblarni o'z ichiga olgan kutubxona tashkil qilish. Kutubxona endi tashkil qilishda ham masalan kimdir kimyo sohasi yoki kimdir biologiya, kimdir fizika, kimdir aniq fan, kimdir ingliz tili, kimdir IT texnologiya yoki kimdir tarix, kimdir boshqa fanga qiziqadi. Faqat u soha bo'yicha emas, turli xil bo'lishi kerak. Inson bir xillikdan zerikadi. Bir xillikdan zerikkani uchun kitob o'qishdagi ishtiyoq tushib qoladi, keyin nima qilsam ekan deb savol qilib beradi o'ziga. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Kitob har xil bo'lishi kerak. Badiiy asar,
jahon adabiyoti, she'riy asarlar yoki romanlar turli xil, masalan, O'tgan kunlar romanimi yoki Mehrobdan chayon yoki Jinoyat va jazo yoki Ufq trilogiyasimi, shunaqa asarlar, har xil asarlar olib qo'yish kerak. O'qilgan ma'lumotlarni boshqalarga yetkazish bu eng asosiylardan hisoblanadi. Do'stingiz, qarindoshingiz, dugonangiz yoki qaysidir bir o'rtog'ingizga aytib berish kerak. Masalan, bugun men bu kitobni o'qidim, mana ma'lumotlar bor ekan, foydali ekan, senga ham ilindim degan. Mutolaada do'stlar bilan hamkorlik qilish. Masalan, bir kitobni 3 ta 2 ta do'st bilan o'qishlik. Kimdir ovoz chiqarib o'qiydi yoki kimdir o'qiydi, kimdir tushuntirib beradi shu narsani. Olimlardan naql qilish, masalan, qaysidir olim kunida falon soat kitob o'qigan ekan yoki falonta kitob yozgan ekan deb o'ziga ruhiy dalda olish, avtobiografik asarlar insonga ruhiy daldalik beradi. Endi boblari bor. Boblarda kitobxonlik madaniyati, qanday kitob o'qisam bo'ladi deyiladi. Endi kitobni boshi shunday tarzda ketadi. Endi kitobni ichidagi bir necha olimlardan yoki bir necha iqtiboslardan keltirib o'tamiz. Bu yerda sarlavhada ham qo'yaman hali. Sibayvayx degan olim bo'lgan. Kitobni shu darajada ko'p o'qiverganidan, yozaverganidan ayoliga e'tibor bermay qo'ygan. Keyin kitoblarni bir kun tark qilib, qaysidir majlisga ketgan paytda kitoblarini eridan rashk qilgan holda kitoblarni yoqib yuborgan. Keyin hushidan ketib qolgan olim. Hushidan ketgandan keyin turgandan keyin ayoliga javobini berib yuborgan. Yoki Ibn Muzaffariy degan olimda keladi. Qaysidir kitobni tushunish va yozish uchun juda ko'p vaqt ajratib yuborgan, ayolni unutib qo'ygan. Ayoli borligini, ayoli kitobdan rashk qilib, uni quduqqa tashlab yuborgan deyiladi kitobni. Xullas, shunday qarashlar bor. Yoki masalan, dunyodagi eng ko'p kitob yozgan olimlar haqida ma'lumot keladi. Masalan, yoki dunyoda eng qaysidir shaxs haqida, masalan, kitobda keladi, Napoleon Bonapart haqida 10 mingdan ortiq asar yozilgan. Bitta inson haqida 10 mingta asar. O'ylab ko'ring. Yoki masalan, turli xil iqtiboslar kitob haqida, Mark Twainning gapi bor, Bernard Shaw yoki Abraham Lincoln, Amerikani prezidenti hisoblanadi 1861-65-yillarda. Bu yerda Mark Twainning gapi bor, zo'r iqtibos keltirilgan. Kitob o'qishni bilgan odam agarda kitob o'qimasa, u o'qishni bilmagan odam bilan bir xil deb aytadi. Yokida Abraham Lincoln, menga men hali o'qib ulgurmagan kitobni bergan inson men uchun qadrli do'stdir deydi. Undan tashqari Morrisonning gapi bor. Morrisonning gapi zo'r. Agar siz o'qishni xohlagan kitob hali yozilmagan bo'lsa, demak uni yozishni boshlashingiz kerak. Ya'niki kimdirlar men o'qiydigan kitob hali yozilmagan, nima deysan, kitob o'qiyman shuning uchun desa, u kitobni o'zingiz yozishingiz kerak. Yoqida Ernest Hemingwayning gapi bor. Kitobdek aqlli va sodiq do'st yo'q degan qarashlar. Mark Twainning yana bir gapi bor. Yaxshi do'st, toza vijdon va albatta yaxshi kitoblar. Ideal hayot uchun boshqa narsa kerak emas. Inson uchun 3 ta narsa: yaxshi do'st, toza vijdon va albatta yaxshi kitob. Ana shu 3 ta narsa bo'lsa, insonning hayoti ideal bo'ladi, deyapti. Ideal hayot uchun bizda hozir ko'pchilik pul kerak deb o'ylashadi. To'g'ri, pul kerak, lekin eng birinchi vosita qilib qo'ymaslik kerak. Chunki pul bo'lib turib johil inson bo'lsa, pulni yomon narsaga sarflashi mumkin. Bundan tashqari mana bu yerda eng qadim taniqli olimlardan bu yerda keltirilgan edi. Va bu yerda qaranglar, yana bitta ma'lumot keltirilgan. Titseronning gapini aytmoqchiyim. Titseron kitobsiz uy qalbsiz tanaga o'xshaydi deydi. Ya'niki kitobsiz uy ruhsiz tana deganday gap bu. Va yana bitta bir anaqalari bor, hali o'sha videomizda keltirib chiqaraman. Umrini kitob yozishga bag'ishlab yuborgan ayollar haqida ham ma'lumot keladi. O'sha Andalus deyiladi, hozirgi Ispaniya hududlari, oldin arablarning qo'llarida, arab musulmonlarning qo'lida bo'lgan. U hududda Oysha binti Abdurrahmon Andalusiya degan ayol bo'lgan. U kitob yozish, adabiyot, she'riyat bilan juda katta shug'ullangan va umrini shunga baxsh qilib yuborgan, turmushga chiqmasdan. Va undan tashqari Imom Buxoriy olimimiz o'zimizni, undan tashqari Imom Navaviy ham 40 yil yashagan.
u taxminlar bo'yicha kuniga 14 varoq yozganligi haqida ma'lumotlar keladi. Kitobimiz juda zo'r kitob, qiziqarli. Qisqacha tushuntira oldim degan umiddaman. Obuna bo'lib qo'yamiz, like bosib qo'yamiz, iloji boricha tarqatib qo'yamiz agar foydali bo'lgan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa.